yo'nalish berib turadi. Massaj qilar ekan. Yo'q, bu ko'zi ojizligi. O'zim ko'llar uchun ochki yaratdim. Ko'z ojizligi uchun. Bu ochki o'zi odamlar ko'rmaydi-ku odamlar shular uchun. Buni miyasi o'zi Arduino Uno. Mana bu ko'zi. Arduino Uno qo'yasiz buni? Ha. Bu miyasi ko'zi ultrasonik. Agar yo'lda to'siq bo'lsa, chapga o'ngga qaraydi. Yo'q. Ha, mana bu buriladi. Agar chapga yo'l bo'lsa, dinamikdan ovoz chiqadi, chapga buriling deydi. Bu yerda usuli bor, ovozni past baland qilishi. Bu yerda MP3 player bor mana CD karta bilan. Ojizlar uchun 10 ta olishdi. Ray-Ban Metal'ga bersa, shu texnologiyani minilashtirib ichiga tiqish mumkin-da. Ertaga ko'z ojizligi podskaska berib turadi. Hozir Festnozida softini yasayapti. Buni endi minilashtirib kichkinagina qilib kompaktni olib kirish kerak-da. Unga investment kerak sizlarga. Buni startap maktabga olish kerak albatta bu loyihani. Bu g'oyamiz. Biz ham qo'llab-quvvatlashamiz. Buni narxini aytam bo'ladimi? Ha, ayting. Bu mana ko'zi yaxshi ko'radi, lekin buncha yaxshi -10 da. Shularga bermoqchiman test qilish uchun. Agar yaxshi ishlasa, ko'llarga beraman. Молодец. Zo'r bozor bor buni. Haqiqatan ham juda kerak bu narsa. Zo'r ilova yaratibsiz. Loyihangizni moliyalashtirishga ham tayyormiz. Shu darajaga olib boramiz, xudo xolisa shu. Ishlash kerak ustida. Kelishdik. Mana shu korporatsiyalarda katta injener bo'lib, keyin o'zingiz ham startap qursangiz, kelajakda ismingiz nima? Muhammad Shukur. Muhammad Shukur. Qoyil. Ota-onangizga rahmat aytasiz.